Eshitish nuqsoni kelib chiqishida faqat onalar aybdormi? Yo'q, eshitishidagi nuqsonlarni kelib chiqishiga faqat onalar aybdor degan fikr bu noto'g'ri. Irsiy genetik omillar, homiladorlik davridagi infeksiyalar, masalan qizamiq, ba'zi dorilar ta'siri yoki kuchli stress orqali, tug'ruq jarayonidagi kislorod yetishmasligi, ya'ni asfiksiya yoki muddatidan oldin tug'ilish, tug'ilgandan so'ng quloq infeksiyalari, kuchli shovqin ta'siri, ba'zi dorilar va bosh miya jarohatlari orqali bo'lishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, eshitishdagi nuqsonlarga faqat onalar aybdor emas. Eng muhimi, nuqsonni erta aniqlash, vaqtida tekshirish va malakali surdopedagog bilan reabilitatsiya ishlarini olib borish. Sizning ham farzandingizga malakali surdopedagog yordami kerak bo'lsa, bizning surdolog markazimizga murojaat qiling.